Hürmetlik vatandaş, leksiyalarımızı davamlaştırmamız endiki leksiya muhakeme. Bir iş gücümde siz bilen muhakeme kılımız. Bugünkü ıslahı 2020 yıl 10. ayının 17. gün haftığı şembe. Yukarıda söz etmek 92 parça leksiya. Mesela bunun içinde en mühimi siz için, en mühimi biz için, Uygur milleti için en mühim leksiya. Onun deken Prezident Trump'ın 5'de sözlügen, 15. günü sözlügen sözü, avval sözlügen sözü, bunun maliksiyada avval sözlügen sözü. Mesela Cungo olan barlık münasebetini üzümüz. Amerika şirketlerinin Cungo olan muamelesini, yani şirketle münasebetini üzüşüge ilham verimiz. Bu hem de ahırqa basqıç, belki sayılan yakınlaşqa vaqtda Prezident'den şunda sözlügenligini aytqanda, agar Prezident muşqatim ki sayılamda uftu bilip, ikinci qatim Prezident bop sayılındağılı bolsa, bunu çokum icra kılıdı. Demek biz tünügüllerden silagi sözlügenlik siyad nimi dedik? Amerika Cungo münasebeti halkılıq beyti üzülemdi, üzüvitemdi. Mana bunun üzü intayin ciddi iş. Hazır körüp çıktım torbitede. Kanada hükümeti Cungo'nun Kanada'da turuşluq baş elçisini qoğlap çıkırışını karar kıldı degan gap. İhtimal bunda qoğlap çıkırış belki Amerika Qo'shma Shtatlarıga mı növbet bilen yetip kelişi mümkün. Prezident Trump birinchilik nima dedik? Dediki biz Cungo bilan bo'lgan munosabatni o'zimiz. Endi undan keyin agar munosabat o'zilsa, onun iki devletten keyinki münasebeti kandak buludu. Vakti yetkende körümüz vatandaş. Endi işkinçilikçiye körüp öttünüz Amerika Qo'shma Shtatları Aksaray. Devlet bexatarligi maslahatchisi Robert O'Brien Aspen institutida notoq so'zlaganda shundaq dediki, Cungo kompartiyasi yoki Cungo hukumati hozir Şinjan'da Irq yo'qotish jinoyatiga yaqin jinoyat sodir qildi. Irq yo'qotish, etnik yo'qotish jinoyatiga yaqin jinoyat sodir qildi. Tunji qatim hozir bu Oqsaroyda bo'libmi davlat bexatarligi maslahatchisi O'Brienning og'zidan chiqdi. Mushu hukmni mushundaq hukmlashtirganligi va yoki Uyg'urning vaziyatiga, Xitoyning kishilik huquqni dafsanda qilish vaziyatiga hukm bilan, siyosiy hukm bilan mushundaq ta'bir berganligi uchun biz bugun davlat bexatarligi maslahatchisi Robert O'Brien apandini tabriklaymiz. Hem bu hükümden hem bu siyasi ibarenin büyük günde Aksaray'ın siyaseti bop belgilenişine şundakla Amerika Qo'shma Shtatlar Devlet Meclisi'de iki parlamentden yokurup da iki parlamentden Kengash Palatası, Avam Palatası, iki palatanın umumiy yig'inida ve qaysi yig'inida bolsun bu hükümden aşındak muqimlashtirilishini Xitoyning bu jinoyatini mushu şekilde bekitishini bugun biz Amerika xalqidan, Davlat Majlisidan, Oqsaroydan, Prezident Trumpdan, Oqsaroyning bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brien'dan iltimos qilamiz va Amerika xalqiga iltijo qilamiz. Bugün Xitoyning qirg'inchiligi mayli o qaysi shaklda bo'lishidan qat'iy nazar biz uni qirg'inchilik deb ataymiz. O'tgan leksiya to'xtaldik vatandaşlar. Jahonda nurg'un qirg'inchiliklar va oshkora etnik yo'qotishlar bo'lib o'tgan, lekin Xitoyliklar qo'v tulka. Hozir bu qo'v tulki hiyligar dunyo osonlab bayqab ketilmaydigan darajada shakli o'zgargan bir holda hozir Xitoy Uyg'ur millatini qirg'in qilyapti. Ochlik bilan qirg'in qilyapti. Kasallik bilan qirg'in qilyapti. Nazarband bilan qirg'in qilyapti. Har xil shakllarni ishiltib qirg'in qilyapti. Hurmatli vatandosh, buni bilasiz. Bugun biz Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati va Davlat Majlisining etnik tozalash yoki irq tozalash siyosati yurgizayotgan Xitoyga dal mushundaq hukm, ya'ni davlat bexatarligi maslahatchisi O'Brienning og'zidan chiqqan hukm bilan Xitoy Uyg'uristonda, ya'ni Şinjan'da mustamlikchilik yoki irq yo'qotish siyosatini yo'lga qo'yib o'tadi deb
belgilişini ümit qilamiz va buni taqozolik bilan Amerika xalqi iltijo qilamiz va shundoq talab qilamiz bütün Uyg'urlar biz bugun shu kunda shu xiyolda Amerika qachon yordam qiladi? Amerika qachon qattiqroq gap qiladi? Amerika qachon Xitoyga qattiq bosim ishlatadi? Bizning 24 soat o'ylayotganimiz bu shu. Tasavvur qilayotganimiz bu shu. Kutayotganimiz bu shu. Shunga hurmatli Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi Robert O'Brien apandining nihoyat tez orada bu jinoyatni xalqaralashgan jinoyatni Xitoyning amaliyoti bilan birlashtirib, Xitoyga mushundaq hukm bilan javob qaytarishini va mushundaq xulosa bilan Xitoyga muomala qilishini umid qilamiz.